Tügü çatırqımı yoki to'g'ri sepga ovoz qo'shishmi? Avtori Burhan Muhammad. Tarix kechirmagan va kechirmaydi. Kimning kim ekanligini bilish payti temasi bilan boshlangan chaqiriqdan keyin muhojirat atmosferasida bir yangi to'lqin ko'tarilganiga shohid bo'ldik. To'lqin ko'tarilib qisqa muddat ichida atalmish diasporalashish safsatasining mag'lub bo'lganligini, bostirishga tirishilgan muhojirat ro'yining javlan qilganligini, ya'ni tushgan yeriga qo'ziq eqib jon saqlashga g'arq bo'lish enidan qutulib, toki o'z vatanini g'albi bilan qo'lga olmaganga qadar hech bir makonni uva qilmaslik, har bir tangni vatan tuprog'ida kutib olish bilan atqizish umidini iymon yildizi bilan mazmunlashtirishdan iborat muhojirat ro'yining tiklanayotganligini, jismi yo'qsimi mazmunining yiliyam tirik qalblarda hayotligini ko'rish haqiqatan kishiga umidvorlik bag'ishlovchi holat. Növbətdəki imza hərəkətiga 60-dan ortiq təşkilatның ovoz qo'shganligi haqidagi dastlabki ma'lumot shuni ko'rsatmoqdadirki, vatanning manfaati tushunchasining nima ma'noda ekanligini biladigan, fursat kelgan kuni o'zining sepini qayerda ko'rishni tavsiyalaydigan angliqlar hali ham oz emas. Yana shumi aydin bo'lyotidiki, mustaqillik yo'lidagi bu imzo hərəkətiga qarshi har turli qarshi turishlarning, suyuqlantirishlarning, masxarabozlik tipidagi obraz xunuklashtirish urinishlarining aslida zihniyat masalasidan bakrak xiyonat masalasi ekanligi bir amaliyat. Buni ko'rib yetgan farosatlik ko'zlarning uncha oz emasligimi bir amaliyat. Ko'rdikki, bu navbat eliqida qaydash tusinilgan, oldin bizga maslahat selishmidiyay, men bilan ayrim ko'rishmidiyay, qatorliq bahonalarini to'qilib olib turib, vatan millat ishida qo'shqinga o'ltirib olishni ravo ko'rishdek siyosiy qatmanliqlar, zidi pastliklarmi bozor topolmadi. To'g'risi buni bahona qilib, zuvan ochqidek yo'chiqqimi fursat berilmadi. Aksicha siyosiy o'yg'oqlar bundan burun hech ko'rilib boqmagan jur'atkorligi bilan tushma-tushdan chiqib, vatan mustaqilligi yo'lidagi bu harakatni himoya qildi. Arzimaslashtirish, xunuklashtirish qasdidagilarga qarshi raddiyada mazmut, maydonda mustahkam turdi va turyotidi. Balki bundaq bir ushtumtut chaqiriqqa, ushtumtut saprasqa kelish hodisasi yaqinqi zamon da'vo tarixida o'rniki bordi yoki yo'qdi. Ammo shu aniqki, bu qitimqisining xayrlik boshlanish bo'lalig'ida shak yo'q. Amdiki masala mustaqillik tug'i ostida o'zining bir kishilik sap tutalaydiganligini bildirishdan faxrlanadigan sharaf egalarining bu muborak safiga yana kimlarning safarbar bo'lalaydiganligida, kimlarning bu sapni butunligicha rolini o'tayalaydiganligida bo'lsa kerak. Shundaqla yana kimlarning bu sapning qarshisida hamda bu tug'ning asabiy raqiblari sifatida chegara ayrishni davomlashtiradiganligini muqimdashda, atalmış mücadeleçiler bo'lishni davomlashtirganligini aniq qilishda qoldi. Lekin bu yerda uchinchi bir sap bor. Bu sap mazkur chaqiriq xususida rangi ro'yini aniq qilmayotgan, go'sh yoki bazlikini bilindirmaslikka, ammo qo'lidan kelsa mazkur chaqiriqni chaynab tishlab purkayotgandek alfaz bilan yiroqdan marash, atalmış kuzatish bilan turayotgandek ko'rinib olgan sap. Ya'ni sukutvozlar sepi. Har xulqning o'ziga bab maqomi va o'rni bo'lganidek İnsani hərəkət və fəaliyyətlərdə sükutning o'ziga yarasha qonuniyati, falsafasi mavjud. Hukmronlarning fikriga ko'ra, ochiq tutqanda qilingan sukut kuchdir. Utuq qozonganda qilingan sukut kamtarlikdir. Qaror chiqarish paytida qilingan sukut ikkilanishdir. Nasihat tinglashganda qilingan sukut adabdir. Muhtojlik paytida qilingan sukut g'ururdir. Tafakkur paytida qilingan sukut tadbirchanlikdir. Botilni anglaganda qilingan sukut qo'rqoqlikdir. Shundaqla haqiqatga shohidlik qilishda qilingan sukut xiyonatdir. Sharqi Turkistonning bulg'angan nomini asliga keltirish, besilingan zamin ekanligidan iborat, yuyib tashlangan haqiqatni e'tirofga erishtirishdek bir haqiqat uchun ovoz chiqarish, haqiqatga shohidlik qilish bo'lsa, dal sukutvozlik, xiyonat sanaladigan, qasddan sapdan siyrilib olish, nifaqlik hisoblanadigan ishlar jumlasidandir. Bundaq bir haqiqatga igidorchilik qilish chaqiriqi bosh ko'targanda, mustaqillik sepi uchun saprasqa kelish chaqiriqi bo'layotganda chaqiriqni ko'zga ilmagan ko'rinib olishlar, xunuklashtirishlar, sukut qilib turib olishlar, qandaqdir vaqti va yeri emas bahonalar bilan maydonsizlikni oqlashga urinishlar, nihoyatda o'z sepini mustaqillik tug'idikilarning sepida ko'rishdan qochish, sapdan o'rin olmaslikning qozonini osqanligini ifodalash tipidagi munofiqona harakatdan boshqa ish emas. Bundaq bir qiyofatga kirib olishga urinishlar hamda urinish ko'yida yurguvchilar amaliyotda o'zlarining tarixdagi qahramon ajdodlarining yo'lini emas, balki tarixqa sapdan atay tushib olishning tipik o'rnaklaridan biri bo'lgan Ced ibn Qays kabi ikkiyuzliklarning rolini elayotganligini bilib olish zarur. Undaqda tarixdagi jumladan payg'ambar davridagi Ced ibn Qays nima qilgan va tarix uningga qanday baho bergan?
Büyük muarrixlardan Tabari ve İbn İshaqlarning bayon qilishiga asoslanganda Jad ibn Fays hodisasi shulardan iborat. Rasululloh va uning da'vo sabdoshlari bo'lgan muhojirlar to'pi ona yurti Makkadan hijrat niyati bilan ayrilishga majbur qilib, 6-yilga kelganda son va himoya jihatdan bir qadar nupuz qozonishga boshlaydi. Yurt asirti bilan o'tgan 6 yil ularni qachon o'z yurtini adolat va haqiqat nuri bilan yuritishga muvaffaq bo'ladigan fatih kuniga muntazir qilmoqda edi. Shundoq kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muhojirlarga ajdod makonidagi muqaddasgoh va qiblagoh bo'lgan Ka'ba sharifni tavob qilish niyati bilan muhojirlar to'pini haj mavsumi munosabati bilan hamma birlikda Makkaga tushib chiqish plani borligini o'ttirg'a qo'ydi. Haj fursati u davrda yurtga urug' tuqqan oila asirtini bir oz bo'lsa-mu tuvallatish, didorlashish fursatiga ega qiladi. Lekin Makkani kontroli ostiga elib olgan dushman kuch buningga nima deydi? Masala edi. Chunki ular payg'ambar va sabdoshlarining o'zlariga qilingan zulmiga qarshi adolat uchun zolim qullardan Makkani ozod qilish uchun kelish mumkinchiligini hisobga olmay qolmaydi. Payg'ambar alayhisalom bu navbat faqatla bir yo'lovchi misoli Makkaga tushib chiqish niyatida ekanligini ularga uqtirmoqchi. Bu ishda o'zlariningmi, ularningmi bexatarlik jihatdagi andisini yo'q qiladigan omanlarning bo'lishini istadi. Mundaqcha aytsak, bugunning tilida muayyan muddat ichida Makkaga kirib chiqish izni elish zarur bo'ldi. Albatta, shu vaqtdagi vaziyatda o'zining yurtiga o'zi ruxsat elib kirishdek bu ish zulm ko'rgan muhojirlar to'p uchun or elinadigan masala edi. Lekin siyosiy shartlar yurt makon bilan u yerda qolgan urug' tuqqan qavm qarindoshlar bilan shundoqla muqaddasgoh bo'lgan Ka'ba sharif bilan bo'lgan bog'ning uzukligining davomlashmasligi uchun tinch yo'l bilan Makkaga tushib chiqish fursatini qo'lga keltirish, fatihdan avvalgi dastlabki qadam ilish fursatini hozirlashda ahamiyat qozonmoqda edi. Acaba bundaq bir murassani Makkaga kirib sog' salomat o'rindab kelishga kim nomzod bo'la olishi mumkin? Bu chaqda Rasululloh bu ishqa qavmning bahodiri, haqiqatparvarlikda mard o'g'loni bo'lgan Umar ibn Xattabni chaqirtib kelib, vazifani uningga berdi. Lekin Umar raziyallohu anhu masalaning vayi masalasidan sirt siyosiy kengashish doirasidagi ish ekanligini bilgach, o'zini bu ishqa bob emasligini ilgari surdi. Hamda bu ishning o'ngishli bo'lishiga muvofiq nomzodning Osmon raziyallohu anhu ekanligini o'ttirg'a qo'ydi va nimishqa o'zining munosib emasligini, nimishqa Osmonning bu ishni bitiralishida umid borligini kengashda eskartib o'tdi. Darvaqa kengashda bu fikr ma'qul ko'rildi va Osmon raziyallohu anhu elchi qilib avatildi. Degandek ishning yo'nalishi farqli bo'lishga boshlaydi. Osmon raziyallohu anhuning elchilik nomzodligi uning fazilatli kishiligi va masalasi Quraysh cho'nglariga savrchanlik bilan qobiliyatli bir til bilan anglitilishi ularning andisini yo'qqa chiqardi. Bu vaqtda Qurayshliklarmi muhojirlarning bargoh qurganligidan xabar tepib, qurol yaroqsiz faqatla safar jabduqlari bilan kelgan muhojirlar to'piga qarshi 200 kishilik otliq qo'shinni Makka sirtiga tikib, qorovullikqa buyurib kutib turganga o'rinlashtirib bo'lgan edi. Lekin ular shundoq ustunlikda turibmi, tinchlikparvarlik bilan o'z yurtiga kirib tavob qilishdek aqalli ibodat haqqini Rasululloh va ularning sabdoshlariga ortiq ko'rdi. Aksicha ular Hazrati Osmonga farqli imtiyoz saqlash orqali uni eritmoqchi. Shuning turtkisida uni Rasululloh va muhojirlarga qaytib berib qo'shilmaydiganligiga ularni ko'ndirishga ishlatmoqchi bo'ladi. Dushman katboshlari deydiki, ular Makkaga tushib chiqsa bo'lmaydi, lekin biz sana ruxsat qilayli. Atayin kelgankin sen Makkaga tushib tavob qilib olib qaytqin. Osmon raziyallohu anhu o'yinga kelmaydi va buni rad qilib, Rasululloh Makkaga tushib tavob qilmasa men qilmayman deb pozitsiya bildirdi. Namard dushman Hazrati Osmonni tutib sulab qo'ydi. Vaqt uzargancha dushmanning har turli shunday qilishidan ansirgan muhojirlar andishiga tushdi. Hatto gap so'zlar ko'payib, Osmon o'ldirilibdimish degan xabar pur ketadi. Rasululloh mo andish qilishga boshlaydi, ammo vaqt uzargancha andish qilgan ish rostdak bir atmosferani shakllantirib ulgurdi. Agar dushman taraf rostilla bu paskashlikni qilgan bo'lsa, yurt makonidan ayrilgandan sirt elchi bo'lib borg'uchini qatl qilgan bo'lsa, buningga ojiz kuchlik hisobini bir chetga qayirib qo'yish, yo o'lim yo ko'rim pozitsiyasi tutish va buni tasjil qilish kerak bo'ladi. Rasululloh vaziyatni dangsigandan keyin Osmon rostilla qatl qilingan bo'lsa, bu ishni bo'ldi qilmaydiganligini, toki dushman bilan elishmoqcha aslo chekinmaydiganligini e'lon qiladi. Darvaqa xabar kelmagancha bu ish hammaning kayfini uchirdi.
Xabar rost bo'lganida bu ishni asla bo'ldi qilmaslik niyati kuchayishga boshlaydi. Shu arada Rasululloh bay'at harakati jakarlaydi va hammani daraxt ostiga kelib maydon ifodalashga, da'vo yo'lidagi bu kirizishda maydonni aniq qilishga chaqiriq qiladi. Kishilar taraf-tarafdan to'plashib, Rasululloh saydavotgan daraxtning atrofiga o'lishib, qo'lni-qo'lga tutishib, ahdnomasini Rasululloh bilan chiqqan bu da'vosida maydon mavqesini jakarlab va'da berishidi. Hamma birdek Allah yo'lida jihaddan bosh tortmaslikqa, bu mujodalada orqaga qarab qochmaslik, ahdidan yanmaslik va dushmanga qarshi kurashda qanchalik badal to'lashdan qat'iy nazar kayniga dastamaslik xususida ahdi berish, maydon pozitsiya jakarlash harakati qo'zg'aydi. Her ishning hisob kitobi, ehtimollik va mumkinchilik taraflarini atrofliq o'ylagan Rasululloh ushbu ahdik jakarlash harakatida naq maydonda bo'lolmagan ve hol ahvol hammaga qorong'i bo'lgan Osman radhiyallohu anhuni esga oladi ve yana bir qo'lini egiz ko'tarib turib, bu qo'l Osman uchun deginicha Osman radhiyallohu anhuga vakolatan o'zi vakil bo'lib bay'at faoliyatini davom qiladi. Osmanning niyati amaliy harakatlari Rasulullohga ayon, muhojiratliklarga ayon edi. Ammo bu harakatda maydon ifodalash, har kim o'zini ifoda qilishdek kurash majburiyatida niyatni oshkora ifodalash, o'zining qaysi safda ekanligini belgilab tutumini aniq qilib uqtirish zarur bo'lgach, Osmonni bu jakarlashdan mahrum qo'ymadi. Eng ojiz va eng alqiliq paytda oyat mamatliq kurash ahdisini yangilashdek bu qaltis harakat Bay'atur Rizvan bay'ati deb ataldi. Qur'oni Karim bu harakatni garchi amaliy jangda sinalishdek bir vaziyat yuz bermagan bo'lsa-mu, ro'yi jangda haqda ching turishdek bu ruhni taqdirladi. Bu bay'atga qatnashish fursatini qo'ldan bermagan, shu so'rindagi barcha muhojirat ahlini jannat bilan tartiblanuvchilar, Allohning roziligini qozonuvchilar qatorida sifatladi. Rasululloh keyincha sahih hadislarda vahiy orqali bu harakatga qatnashuvchilarni do'zaxga kirmaydiganligi, jannatlik ekanligi bilan xo'sh bishorat berdi. Masalaning o'ylanishga tegishli tarafi shuki, Rasululloh bilan tang ahdlashgan muhojirat ahlining bu bay'ati yana kelib tarix manbalarida ya g'alaba, ya shahidlik, ya o'lim, ya ko'rim degan shior bilan to'plangan bu bay'at harakati mazgilida na dushman bilan jang bo'ldi, na dushman bilan yuzma-yuz tutishish ro'y berdi. Ammo bu sinoqda qurol yaroqsiz bir sayyoh misoli kelgan to'p qarshisida 200 otliq qurol yaroqli qo'shinning chegara beshida qarab turayotganligi xabarini bilib turib, haqqoniy maydon ifodalashda Alloh va Rasuliga bergan va'dasini yangilash, haqning tarafida turishda har qanday badalga tayyor turishdek bir maydon ifodalash harakatida shu maydondagi muhojirat ahli umumyuzlik sapdan qolmadi. Qur'on ularning bu ro'yini, ularning qatma-qat davolg'ishda turayotgan bo'lishiga qaramay, tarix Rizvan bay'atiga qatnashgan bu qahramonlarni sinoqdan o'tgan va davosiga sodiq bo'lgan bu ulgularni xayrlik bilan tilga oldi. Ular Qur'onda tasvirlangan, tartiblangan shu sifatlarga yarasha keyingi yillardagi Makka fathisidan boshlab, ya'ni davosi boshlangan ona yurtini islom fathisi bilan musharraflantirishdan tortib, undan keyingi tarixga bitilgidek shonliq ish izlarga ul selish, dünya medeniyeti tarixining hidoyat yulduzlariga, jumladan Sharq Turkistonning Ustuqbo'raxon kabi bodir ajdodlarning qo'li bilan keyingi 1000 yillik madaniyat tariximizni islom bahori bilan purkashda tuhfasi ko'z yumqisiz namunalarga, ulgularga aylandi. Ana shu muhojirat hayotida yurt makonidan ayrilgan, haq davosida mazmut turib, og'ir sinoqlardan muvaffaqiyatli o'tgan muhojir sahoba-ikramlar hamisha biz uchun hidoyat yulduzlari bo'lib keldi. Tarix bu voqeaga yana kimlarni xotirladi? Albatta, Jad ibn Faysni xotirladi. Jad ibn Fays mazkur Rizvan bay'atida kishilar tushma-tushdan maydonini aniq qilib qo'l berayotgan, haq uchun badal to'lashdan qochmayotganligini, Alloh va Rasulining davosida nima bo'lib ketsin, kayniga dastamaydiganligiga maydonini bildirayotgan, so'z berib ahdnomasini tasjil qildirayotgan vaqtda u bu harakatga qatnashmadi. Muhojir sapdoshlar bas-basda daraxt atrofiga chumilidek sap-sap bo'lishib-olishayotgan o'rtaq g'oyasini qo'l-qo'lcha e'lon qilib, niyatlarini aniq bildirayotganda Jad ibn Fays orqaga dojidi. Muhojirat to'pi magnitdek daraxt tarafga tortilayotgan bir manzara ichida yurish qilayotganda Ibn Fays xuddi xatnisdan qo'rqqan kichik bolaning ustirchisini ko'rgan chog'dagi holati kabi mukungili yer izlab turolmay qoldi. Rizvan bay'atida bu manzaraga shohid bo'lgan sahobalardan Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu voqeani shundoq bayon qiladi. Alloh bilan qasamki, shu topdimi uning kishilardan davolanishga urinib, tugisining chatirqiga qisilg'inicha mukun olgan holati hech ko'z oldimdan ketmaydi. Qahramonlar tarixga bitilganidek, Rizvan bay'atidan keyin davosiga sodiq bo'lish shartini yo'qotgan asosda keyincha qandaq ixtilofga, qandaq to'qinishlarga kirgan,
Yaxshi-yomon kunlarni, issiq-sovuqni ko'rib, yashab o'tgan bo'lishidan qat'iy nazar, tarix ularni unutmadi. Shuning bilan bir vaqtda maydon va mavqeni e'lon qilish harakatida so'rilayotgan dalda qilg'ili joy chiqmaganda tugining chatirqi astiga tugilib olibmi bo'lsa, mavqesini ifodalashdan o'zini qochirgan Jad ibn Faysni unutmadi. İslam tarixida tunji sog'lom siyrat asri yozish bilan tanilgan mashhur peshva Ibn Ishoq o'z asrida bu bay'atda bir kishidan boshqa hech kim tushib qolmadi. Tushib qolgan u kishi munofiqlar toifasidan bo'lib, ismi Jad ibn Fays edi deyish orqali mazkur Jad ibn Faysga tarixning bahosini xotirlab bitdi. Tarix ibratgoh bo'lish bilan birga o'z navbatida ulgular bilan to'lganligi ma'lum. Masalaga bu jihatdan qaralganda farqli qismat. Ammo o'xshash mavqe va maydonda sinoqlarning kutmagan paytda va o'ylamagan tarzda o'tirg'a chiqib qolishi mumkin bir hodisa. Haqning tarafi bo'lgandek, botilning tarafi bo'ladi. Birining ishi haq yo'lida ustiga tushganni ado qilish. Yana birining ishi bo'lsa, botilning jidilini ko'paytirish va haqning yo'liga to'sqin bo'lish. Bu yerda botilning qabih yuzi bor bo'lib, havoyi havas va kishilik egolarning, marazlik va hasadning, jonbaxtlik va din satorlikning, dogmalik, riyokorlik va hamoqatlik qatorliq illatlarning yig'ib aytganda qatmanliq va fursatparastliklarning taqozosi sifatida sukutvozlikni tugilib olishni mahorat sanash, ish-mushuklarni atrofga selib sun'iy talash tortish yaratib, prinsipal o'rtoqlik shakllantirish payti bo'layotganda masalani xolisi qiladigan, xohlamasa qilmasimi bo'ladigan, hech kimga fikr bildirsa, tanqidlasa bo'lmaydigandek atmosfera yaratishlar va ayni Jad ibn Faysning tugini dalda qilish urinishiga o'xshash yuzning eng qabih numussizidir. Batilning o'zining batilligida oshkora bo'lishi, haq ishga qarshi ekanligini ochiqdan ochiq deyalishi, uning yuzini ochiq ko'rsatalishidir. Chunki u sepini oshkora qiladi, maydonini, mujodilasini shu yo'sinda beradi. Ammo uningdan pastkashraki sukutvozlik, haqning tarafdorligining xomtalash obyektiga aylanishiga qarab turish, na batilning batilligini, na haqning haqligini muayyanlashtirmasdan, ovoz chiqarmasdan tugilib olishdir. Mana bu tugi chatirqini dalda qilish tipidagi nifoqning munofiq xarakterining alomatidir. Tarixchilar Jad ibn Faysning vaqaligini so'zlagan chog'da, shu chog'da bay'at qilguvchilar sonini 1400 atrofida deb qayd qilishdi. Shu qadar ko'p sahobalar mazkur bay'atga hur qatnashdi. Zulmga qarshi birlikni, bir yo'lda ekanligini, hammaga tayyorligini e'lon qilishdi. Shuning bilan bir vaqtda tugilib olgan munofiqmi ko'zdan qochmadi, unutilmadi. Maydon mavqe bildirishda jakarlash tipi tuzilganda, shu chog'dagi vaziyatda hech kimning hech nima qila olmaydiganligidek erkin atmosferada sapdan tushib olish, ovoz qo'shmaslikdek xiyonat nazardan soqit bo'lmadi. Da'vo ahlimi buni unutmadi. Tarixmi tegishli bahoni berdi va unuttirmadi. Xuddi shuningdek, hech kim kutmagan bir kunda, kutmagan bir vaziyatda mustaqillik kurash tipidagilarga, zulmga qarshilikning va mustamlikachilikka qarshi turishning, imoniy va insoniy hurlikni haqiqiy ma'nosi bilan yashashning birdan-bir chiqish yo'li bo'lgan mustaqillikning yo'lchilariga xitob qilindi. Ya'ni kutmagandek dushmanlarning mustaqilchilarni azaytish, oz qilib ko'rsatish haqidagi urinishlarini barbod qilgudek darajada 60 dan ortiq tashkilot xitobga ovoz qo'shganligi ma'lum bo'ldi. Suyuqlantirishlar, har turli qalpoq kiygizishlar, hatto chaqir qilguvchilarning obrazini xunuklashtirish, ses tishqicha bo'lgan nayranglar o'rtalikda kezayotgan paytda Sharq Turkistonning mustaqilligi masalasida tik tura oladiganlarning oz emasligini his qildirgudek darajada sadolar chiqishga boshladi va bu harakatga qarshi ovozlarning to'lqini etkidek suvg'ichilashtirish qasdidagilarning qozonini o'rib tashlagudek suyuqlantirishlar, har turli qalpoq kiygizishlar, hatto chaqir qilguvchilarning obrazini xunuklashtirish, ses tishqicha bo'lgan nayranglar o'rtalikda kezayotgan paytda Sharq Turkistonning mustaqillik masalasida tik tura oladiganlarning oz emasligini his qildirgudek darajada sadolar chiqishga boshladi va bu harakatga qarshi ovozlarning to'lqini etkidek suvg'ichilashtirish qasdidagilarning qozonini o'rib tashlagudek radiyalarmi o'tirg'a chiqdi. Mana bu uyg'unish, mana bu milliy iroda. Ammo shumi diqqatdan qochmayotidiki, tashviqot vositalarida o'zlari tavalangan gruppa va tashkilotning bosh otiqini Sharq Turkiston deb yozib turib da'vo qilayotgan xili salmoqdagi toiflar hali ham sukutda. Hatto yoshirin iymonliq so'zlar bilan mazkur imzo harakatidan beoromligini ifodalamoqda. O'zlarining beoromlik tutumlarini masalaning siyosiy vazniga udillashtirg'ili bo'lmaydigan ishlar bilan selishtirish orqali mas'uliyatdan qochishga yer izlayotganlik bishoratini bermoqda. To'g'risi, aramizda tugi chatirqini izlash yoki haqiqat chinari atrofiga o'rtaq sado bilan uyusha oladigan haqqoniy ruh egisi bo'lish orasida tingirqayotganlik
Xayrlik ishda oldin rol olg'uchi sufitiga sazovor muhojirlarni ulgi qilish bilan tugi chatirqini dalda qilg'uchi Jad ibn Faysni ulgi qilish orasida muzayib, ya'ni tikishi to'xtamas maxluq bo'layotganlik xohishlari aks etmoqda. Ammo shu aniqki, har qachon chatiraqda dodilang'uchi bilan maydonda dodil bo'lg'uchini farq qilib turg'uchi bir Jabir tarixqa putish bilan la'nat yoki rahmat egisi ekanligini muayyanlashtiruvchi va odil bahosini berguvchi bir Ibn Ishoq har qachon mavjud. Chunki sharning borligi xayrning yo'qligidan emas, balki xayrning hayotligidan derakdir. Haqiqat ahli botilga qarshi kurash qiladi, ammo sukutvozlarni unutmaydi. Tarix moddiy jazo berolmasligi mumkin, ammo u shundoq odil so'lchidirki, uning tamg'isining bugun daldinlanganlarni erta daldinlanmas qilib qo'ydiganligi Tangrining adolatiga hukmiga topshirishdek vazifasidan aslo to'xtab qolmaydiganligi shak shubhasiz muqarrar.